Rossiya Amerika prezidenti Joe Biden, Tashqi ishlar ministri Antony Blinken ve Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns qatorliq 13 Amerika amaldoriga embargo yurgizdi. Shuning bilan bir vaqtda Rossiya Kanada bosh ministri Trudeau ve bir qism amaldorlarni o'z ichiga olgan 313 Kanada fuqarosining jazo tizimiga kirgizilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Rossiyaning Ukrainaga qilgan urush sababidan Rossiya davlat mudofaa ministrligining 8 muavin ministrini o'z ichiga olgan 11 yuqori darajalik amaldorni jazo tizimiga kirgizganligini e'lon qildi. Amerika Xitoyni ogohlantirib, Rossiyani qo'llashning ig'ir oqibat keltirib chiqaradiganligini eskartdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Ukraina urushi sababidan Amerika va G'arbning Rossiyaga qarata jazo yurgizganligiga ishorat qilib, agar Xitoy Rossiyaga harbiy jihatdan yordam qilsa, ig'ir oqibat kelib chiqadi dedi. Xitoy ministri Wang Yi o'z davlatining Ukraina krizisiga qatnashmaganligini va Amerikaning Rossiyaga qaratgan embargosining ta'siriga uchrashni xohlamaydiganligini aytdi. Rossiya energiya şirketi Gazprom bu yil 1 yanvardan 15 martgacha bo'lgan tabiiy gaz eksportining o'tgan yili o'xshash vaqtga solishtirganda 28,5 tuvanligini e'lon qildi. Bu shirkat bayonotida Italiya, Polsha, Kroatiya, Turkiya va Gretsiyaga tabiiy gaz eksportining o'xshash mezgilda oshganligini bildirdi. Bayonotda Yevropadagi yer osti tabiiy gaz saqlash aslihalarining to'lish nisbatining 26,2% ekanligi ko'rsatildi. Turkmenistonda 15 yil amal tutgan prezident Qurbanquli Berdimuhamedovning 40 yoshlik o'g'li Sardor Berdimuhamedovning Turkmenistondagi saylovda g'alaba qilganligi e'lon qilindi. Saylovga qatnashgan uning bilan birga bek to'nilib ketmagan 8 nomzod qatnashgan. Markaziy saylov komiteti muavin bosh ministri bo'lgan 40 yoshlik Sardorning 73% bilet bilan saylovda g'alaba qilganligi e'lon qilindi. Amerika mashina magnati Ford Yevropadagi elektronlik mashina ishlab chiqarish miqdorini kengaytirishni qaror qildi. Bu orqa ko'rinishda shirkat Turkiyada batareya zavodi quradi. Germaniyaga solgan mablag'ini bo'lsa, bir hissa oshiradi. Pul muomala vaqt gezitining xabariga qaraganda, Ford o'zi qurmoqchi bo'lgan batareya zavodida Turkiyada ishlab chiqarilgan savdo mashinalariga batareya ishlab chiqaradi ekan. Xitoyda Wuhan virusi haqida kishini andishiga soladigan xabarlar kelishga boshladi. Yangi tipli koronavirus ikinci qatam ko'rilgan Xitoyda yuqumlanuvchilar kun sir ko'payayotganligi uchun shaharlar qaytadan qamal qilindi. 30 millionga yaqin odam yana bir qatam karantin qilindi. Kollektiv sinoq va alohida kiyingan amaldorlar ko'chalarga qaytib keldi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun yerginishlik usullarini qo'llanganligi to'g'risida faktlar davomli o'tirg'i chiqmoqda. Sharqiy Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirgan Xitoy doiralari milliy qurilmani o'zgartirish uchun Uyg'ur ayollarini Xitoylar bilan birga yashashga qistamoqda. Uyg'ur harakatining mas'uli Roshan Abbas bir radio programmasida mundaq dedi. Bu keng ko'lamli bosqinchilik. Hukumat u Xitoylarni Uyg'urlar bilan to'y qilishga rag'batlantirish uchun pul, uy va xizmat bilan ta'minlaydi.